Oy, keldingizmi? Bugün baldırlı qaytib kepsiz-ku, ha? O'zikilarni seg'inib ketdim deb boshliqdan ruxsat so'rabdi kelishim. Ya Allah, chaqchaq aralashtirmay gap qilmaysizmi siz? Keling, qo'lingizni yuvib bering. Rahmat. Oy, balalar qaytib kelmabdi-ku. Balalar keldigan vaqtmidi? Hatta ma'rif idorasidan tekshiruvchilar kelmoqchidi. Ha. Shunga qo'limdagi maqolani baldiroq chiqarib o'tay deb. Ha. Aldirashli kelishim. Yaxshi bo'pti. Ey, sen rosa o'xshitib bir tamoq et. Bo'ladi, men hozir tamoq tutish qilay. Appa, biz qaytib keldik. Oy, qaytib keldinglarmi balalarım? Qani, yuringlar. Apaq balalarım, qo'linglarni yuvib jo'zig'ib beringlar, ha? Tamoq pishdi. Ma'qul. Yana qizim. Balam, bugungi futbol musobaqang qanday bo'ldi? Oy dada, bek qizib ketding-a. Yengadiganga bir top qolganda, Ershad degan kalampay Vartanning oldidagi topni tutolmay, bir top kirib ketdi emasmi? Ey. Undaq bo'lsa, yengildik degini? Asli Vartada o'zim turmoqchi deb, muallim unimidi degina, bu da cho'qim o'zim Vartada turimi? Qani ko'rimiz. Shu chaqda yana oq bayroq chiqarib turmasanglar bo'ladi. Undaq deyman qizim. Ko'rib turing, akangizni bo'sh chog'lamang. Siz maktabda usulchi deb nom olgan bo'lsangiz, men maktabda futbolchi degan nomni olmay qo'ymayman. O'g'il bola. Oy, palvon bolam. Batır balam dem. Bosh kelma balam, ha, cho'qim yengib chiq. Bek aqlliqchimi balalarım sizlar? Har ikkinglar aqlli cho'ng bo'ldinglar. Xudoyim baxtinglarni bersin. Hey, shanba kuni og'aylarim taq sayatga chiqdi ekan. Birga chiqamsan. Menim ovoz bering, dodo. Oy, bolam. Men boraychi dodo. Oy. Balalarım, sizlarning imtihon vaqtinglar yiqilishib qolgan tursa, dars takrar qilmay bo'lsanglar qanday bo'ladi? Qodir, hozir balalarning imtihon vaqti yiqilishib qoldi. U yerga chiqib kelsak, balalar darsdan qoldigan gap. Şoňa özüňizler agýylaryňyz bilen berip kelsiňiz. Balalarning imtihon tutgandan keyin ayrim bir ýerge berip oýnap kelmendik. Onda olsun meýli. Qani bolam, tamak eling. Oy, qızım, oy, kelin qızım. Gep aňlaňlar Opamlar balalarym. rastaydı. Sizler tatil bolganda ili darya boyuğa apırıp rasa bir oýuntyp kelime. Kadrlagçy sizler balam, ha? Rasma? Ha. Tazy köňüllik bir oýnap geleýle, balam. Rosma dodo. Rasummaýçy. Vədəngdə tura alamsa? Oğul bal degen vədsizin yanmaydı, balam. Bağlaşdyk, ha? Bağlaşdyk hamsa. Bağlaşdyk. Omaq ballarım. Kelinglar, tamak ýeňlar, ha? Tamak ýeňlar. Ya Allah, ma balalarning yamanlygyny. Opak kızım. Da. Tatlı kızım, ha? Yaxşı oqoňjymyň kızım, ha? Kelinglar kızım. Allah. Opak kızım. Ahir balalarni ägitip qoýdygan boldyňyz-da. Belki balam sen bilen bir oýnap ötey, ha? Ostropda. Oy, Yaxşı, mana şu bir top. nimelerni qışırdyganda kiçik baldek boldylar. Maqul emse men maňdym. Maqul.
Ballardan ensirmang. Xotirjam bo'ling, ha? Ma'qul. Dada, xo'sh. Tatlı balam, ha? Bo'ldi, bolam. Dada xo'sh. Oo, tatlı kızım. Hoş emse Xudoyim balarım, ha? omonat Ben aldım. Qodir. Yaxshi o'ynab kelasiz. Xo'sh. Ma'qul amsa. Xo'sh, dada. Ma'qul. Dada xo'sh. Hoş. Ma'qul amsa. Yo'lda diqqat qilasiz. Ma'qul. Xo'sh tag'la bollarim. Tatlı balarım. Xo'sh, Ma'qul emse ben bana, ya? Xo'sh. Hoş. Xo'sh amsa. Oldu, kirip gittin la. Xo'sh. Xudoyimga omonat, dada. Xo'sh. Yuringlar bollarim. Darsinglarni takror qilinglar, ha? Yuringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qodirning uyimi? Shundaq. Siz kim bo'lasiz? Men Qodirning agensi Ahmad. Ha, tonidim. Yaxshimisiz? Yaxshi turdingizmi? Men sizga bir ishni aytay. Nima ish? Siz o'zingizni tutib eding. Biz sayohatga berish uchun o'ltirgan mashina voqeaga uchradi. Nima dedingiz? Mashinadagi bir necha aylan og'ir yaralandi. Qodirim yaralandi. Hozir ular nahiyalik doktorxonada jiddiy qutqizilyotdi. Qodir yorlandi. Voy xudoyim. Asrab ketmang Mehrgul. Nima bola qazo bu? Voy. Mehrgul. Qandoq qilamiz? Doktor, Qodirga uningga nima bo'ldi? Qodir. Voy xudo, bu nima ish? Doktor, men uni ko'rib olay. Kechiring, afsus, biz amal qilamadik. Barliq qarlarni ishlatdik, amal bo'lmadi. Oy, nima bo'ldingiz? Darhol ko'tiringlar. Mana, avaylar, Avaylanglar. oyaga yotqizaylik. Asta. Oppa. Appa, ko'zingizni iching. Appa. Oppa. Appa. Appa. Qodir, Appa. Qodir. Appa. Sistrade. Oppa. Sistrade. Opam ko'zini ochdi. Siz oxir o'shingizga keldingiz. Bolalaringizning sizga hamra bo'layotganiga 8 kun bo'ldi. Ular vafodor bolalar bo'g'dak. Bir ish bo'lsa meni chaqiring. O'pdan tamilang. Oppa. Oppa. Bitilay bollarim. Endi tadisiz qoldinglar. Yetim qoldinglar. Oy, ne bo'ldinglar? Yig'labsizlar-ku. Bo'ldi, yig'lamanglar. Taqdiriga amal yo'q. Sizmi? Yig'lamang. Ikki bolangiz borkan emasmi? Yig' kichikkan. Sizdimi qonozliq bor. Yuragingizdimi masala ig'ir ekan. O'zingizni ko'proq osirmasangiz bo'lmaydi.
Balalar üçün bolsunmu? Siz bo'lmasangiz bo'lmas. Bo'ladi emsi. Obdaroq orom eling. O'zingizni ko'proq asrang. Bo'lamdi. Ma'qul emas. Voy yosh ketgan akam. Voy mehribon akam. Balalarni yolg'iz tashlab ketgan akam. Balalarimga kim ota bo'ladi akam? Bo'l yig'lamang ukam. Qani o'kiram. Yenge, yaxshi turdingizmi? Yaxshi ukam. Balalar yaxshi turyapti. Ularmi yaxshi. Men choy damlab Bo'ldi, kiray. bo'ldi hadi, men oldirayman. O'tkir bilan qadriya teshliqmi? Ular teshliq ukam. Balalar maktabga ketgan. Bichora balalarimning ko'ngli bekmi yerim. Bo'libmi o'tkir bekli jimg'ir bo'lib oldi. Ba'zi kechalari yotqonga beshida purkib elib, isadab yig'lab, tatsa chetilini qiladi. Akam hayot bo'lgan bo'lsa, bunchalik bo'lib ketmaydi. Akamiz kiyimchan edi. Bolalar uchun jinini qurbon qilishga tayyor edi. Bola bilan sizgili bo'ldi. Ikki bola bilan yolg'iz qoldingiz. Turmushda qiynalgan bo'ldingiz. Ahdidan boshlab sirtdan ish istaymikin davatman ukam. Ikki bolani beqish, o'qitish endi mening zimmamga yuklandi emasmi? Hadi, to'lima xijilman. Sizga bir gapni dey desam tilim kuyidi. Demay desam, Nemish devkam, qani davering. Dana, bu qo'ro'joy ota-onamdan miros qolganligi sizgami aniq-ku. shunday ukam. Lekin Hozir ikkinchi akam ota-onamdan qolgan uyni setib, mirosini tang bo'lishimiz deb turib bordi. nima? Akangiz o'z vaqtida sizlarni o'qitdi, to'yinglarni qildi. Oqidan ota-onamizning oxiratlik ishlarini o'satdi. To'yinglarda tegishli nesivanglarni bergan emasmi? O'g'u shundoq, biroq miros degan uning o'xshamaydi-da. Undaqda siz nima demoqchi ukam? Meni ikkinchi akam avatdi. U o'z ichimizdan tutishayli, bo'lmasa sudga arz qilaman deydi. Nima? Sudga arz qilaman damda. Shundoq. Yenge, jiddilashmang. Anglasam, akamning mukofot puli kapti-ku. Endi uningdan boshqa yana akamning idorasidan o'lim ishlariga bergan pullarni yig'ish qilsak, mushu pullar bilan miros ishini o'z ichimizdan bitirvasak degan. Lekin singlim, ikki bolaning o'qish puli, turmush xarajati ularning yeshiga agishib o'rlaydi ekan. Mening yo xizmatim bo'lmasa, qiynalib qolamizmikin? Menmo shuni o'ylayman. Lekin sizlarga eng muhim bo'lgani bu uy. Bu uydan qo'zg'almasingizlar, boshqa ishlarga mana biz bor emasmi? Ota-onamizning chirig'ini yondirib, o'ldirsangiz bizga yaxshi emasmi? Bo'ladi singlim. Men amalim qilay. Bolalarning kelgusiga atab qo'ygan. Akangiz hayot vaqtida tamash degandek. Pasti yiqqan 10 milyon pul bor edi. Shuni sizga chiqib beray.
Mana, elan sağlam. Akınız hayat vaxtıda yaxşı qeyrindaşladın edinla. Endi akınızın ölümü sebeplik aramız yiraqlaşıp ketmişsin. Arazılışıp gelişini hergiz mi xalamayman fukam. Rahmat yenge. Qağa ishlarni o'zim o'ngshayman. Ma'qul. Men mangay. Apa nim bo'ldi? Yig'lab Oppa, sizning bo'ldi. İşte bulmadı. Yig'ildingizmi? Mijozing yo'qmi, apa? Oldu bana. Yürü ola. Koru çıkaylı. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bir ishingiz bormidi? Oila mulozimatchisi lozim deb uchirib berib dikansizlar, shunga kelgan. Biz unda uçurib bermedik. Xato kelib qapsiz. Siz bu o'yinning ishini qilsangiz, uydagilar nima ish qiladi? Ha balam. Berketlik yaz nima degan güzel ha. Shunda sap havo tanlarni paydek yengil qilib atding, ha? O yerga berib oynab kelaylik. Shunda qilaylik. Men olma termayman. Gul isib o'ynayman. Tatlı kızım. Bugün Kadriye'nin tug'ilgan kunini yaxshiroq bir o'tkazaylik. Rasman? Rosta Oy, o'yin yaxshi bo'ldi. Bo'pti, bolalar qanig'idek bir o'ynavasinchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Oila ishlari bo'lsa, qilay degan edim. Qizim, biz hammaylar oila ayollari. Ish bizdan oshmaydi. Yaxshi, mana shu bir top. Nimalarni qilishadiganida kichik boldek bo'ldilar.
Keling, yaxshimisiz? Qani, Yaxshimisiz. yuqoriga o'ting. Ukam, yo'qotli ketgan edingiz. Bugun qanday bo'lib kelib qoldingiz? Ha, bir ish bilan atayim bu yoqqa kelishim. Shundaqmi? Demisam bo'lmadi yanga. Yaqinda tijoratdan ziyon tortib qoldim. Shunga amal bo'lmay, ota-onamizdan qolgan bu uyni setib, mirosimni olay deb oldingiz kelishim. Mendimi boshqa amal qolmadi. Mirosdansiz? Bu qanday gap, ukam? Ajab bilmassiz silyapsiz-ku. Bu uy yolg'iz akamgil tava uy emas. Uch baliq tava uy, uqdingizmi? Akamning o'lgani menga yarashdi degandek. Bugungi kunga kelganda tayyor uyga ega bo'lib o'tirsangiz, biz dadimizni ishimizga yetib beramdiq. Qaysi kuni Gulpiyami mushu gapni qilib ketdi ekan, ukam. Men ishkinglarni rozi bo'lib ketsin deb 10 ming so'm pul bergan edim-ku. Bu gapingizga kichik bolam aldanmaydi. 10 ming so'm nimaga yetadi? Rost, ukam. Siz meni yolg'on so'zildi demoqchimi? Bu o'yinning necha pulga yaraydiganligini bilamsiz? 50 ming so'm. Sizda paket yo'q. 10 ming so'mingizni kim to'laydi? Mahmud, siz Ha, nima deysiz? Sobiq yanga, bugundan tortib bizning tuqqandochilik munosabatimiz tugadi. Mahmud, siz meni o'ylamasangizmi? Men ikki balni o'ylamamsiz. Ikki balini. Siz mo'g'a haq o'xshash ishlab beqam. Qanda degan gap bu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bir yerga manganmidingiz? Qani, uyga kiring. Bo'ldi. Ha, sirtqa chiqay degan edim. Men degan ish esingizda bormi, yo'qmi? Ukam, biz nagimi ko'chamiz? Men sizga 100 xotir qilib yana bir hafta vaqt beray. Bir haftagacha uy tep o'lang. Men yana kelaman jumong. Bu da 100 xotir qilmayman. Bir qizcha qizilpik kiyishga amroq bo'lg'ashqa, kishilar uni qizilpik deb atishidi ekan. Bir kuni opasi uningga "Momongiz og'rib qopti. Bu tort bilan mevalarni uningga olib bering" debdi. Nayti, yaxshi o'qidingiz, qizim. Yaxshi. Tekstlarni obdan yodlab oling bo'lamdi, qizim. Muallim savol so'raganda ravon o'qib bering, ha? Argiz to'doqlamang bo'lamdi. Ma'qul. Ishlab bo'ldingmi, bolam? Voy, cho'nsanni bo'lishni o'rgatdimi? Qara, nim degan tas. Uygatdi. Keling, ukam. Ha, nima gap bu? Men sizlarga nima degan? Men bir hafta ichida uyni bekor qilinglar desam, xotirjam o'tiribsizlar-ku. Men o'zimni ko'chib beraymi yo? Jinim, ukam, onchilik eskilik qilib ketma. Bu jahon ota-onangizdimi, akangizdimi qilib qolgan? Sizdimi, mendimi qilib qoladi? To'g'ri gapdan qilmay uydan chiqing. Sizlarni o'zim ko'chirib o'tmaydigan bo'lsam. Mahmud dada. Mahmud dada bo'ldi. O'tadi. Bo'ldi qiling. Nervara? Sizga cho'z og'irsin Mahmud dada. Mahmud, sizda vijdon degan narsa bormi? Vijdonsiz. Vijdon? Mening lo'g'itimdan allaqachon o'chib ketgan. Vijdonni egini bo'lamdi. Ishkili bo'lamdi. Hey. Yetti a'zoyingiz sog' bo'lgandikan, kuch qudratingiz bo'lgandikan pul tepib bolalarni boqalaysiz. Yoki bo'lmasa, obdonroq bir agit ekan, bolalaringizni boqsiz. O'zingizga oson bo'ladi. Oh, ishplas, namossiz. Nima degan ishplas deymisan? Ishplas. Nima? İşplasda otamsa teqi? Mening işplasligimni amni ko'rsa. Ati uyni bekor qilmaydigan bo'lsang, men askirliklaringni amni ko'chiq tashlayman. Tushundingmi? Oppa! Xudo, nima taht qilibdi? Xudo.
ilinglar. Ha, ilinglar. Ha, ilvatma ukam, ilvatma. Ilinglar. Ha. Ha, sizmi ilang? Opa, anne. Hadimiz o'z qo'lim bilan sep qo'yay, ha. Ha, ilinglar. Ha, rahmat ukam, rahmat. Ha, ilinglar. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga Qizim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ha, tortlarni kesib mana. Ha. Ha, mana. Canım ballarım. Opa, Ha? iliqi yo'lliq maykan nerede? Çamadanның içinde o. Çamdan qarğına. Opam ne koygandı? Aka, nim quvvatsa. Dadamның sörti. Dadamның sörti Ekili yango. men körüp Ekili men körek. Ekili. Ekili. Oko, ekili men körüp bakay. Ekili. Ekigini. Nemish Appa, qıvatsılar. qara dadamның sörti. Opa, dadamni bek sevg'indi. Men bek sevg'inib ketdim. Opa, bu uyda turmaylichu. Bek ko'n ekan. O'zimizning uyga ketaylichu. Oldu yığlamağın soğlu. Opa, oldu yığlamağın. Kadriye siz mi yığlamağın? Ben sizlerine üzen bakımın. Çokum yığın öylerde oturğuzumın. Opa, yığlamağın cuma. Opa, yığlamağın. Mana, ben çıktım. Kimdi o bu? Yaxshimisiz? Kimni izleysiz? Men uy ishlaringiz bosqib beraymikin deb kelgan edim. Hada, ishlaringiz bozqib beraylichu. Appam ishkimiz ko'ngildagidek qilib beramiz. Oy, bu qizcaqning tili ajab tatlıqkan ha. Boptu, sizning yuzingizni qilay. Meningmichu, sizchilik qizim bor. Qani kiringlar. Appa, bular kimlar? Bu odosh bilan o'ynasam bo'lamdi? Bular deganchu ishlamchilar. Ular ishlab bizning pulimizni oladi. Koringiz bo'lmay o'yiningizni o'ynavering. Bo'lamdi qizim. O'yna. Oy, xinim. Mavuchu qo'lda yuydigan kirlar. Kir olg'ida yumangchimi? Pokizroq yuyasiz. Uqdingizmi? Ma'qul ada, ma'qul.
Bizga qaramay tezroq supuring. Bo'ldi qizim. Akining men supuray. Oppa, ular bizni nimishga to'saq qiladi? Inchik shahnichu, qushqashmi egidi qizim. Bo'ldi. Men supurib ketay. İşlar tükka o'xshamamdi. Ha. Razı bo'ldingizmikin, hadi. Razı bo'ldim. Qani elim. Qizim, yuring. Bu paykamni. Apa, tamaq pişdimi? Oy balam, tamaqlı deydi ekansan. Men nim qilyaptiman, sen nim deydigansan. Qur'oni oqatayda pokchilig'an, qachonmi mush ishlarni qilguda kelinmi akilasan jinim balam. Voy, apa, yana shu gapni qilyapsan. Sen oldirmagan bilan men oldirayman-da. Ma qo'shnimiz mehrgullardan chaqirgan bo'lsang, qo'roni oqatib bergan bo'lsa, ozroq pul bergan bo'lsak, Unda qilsaq sat turamu? sat bo'lmaydi, apa. Mehrguldan 2 bolani boqaman deb jafo tortyapti. Muvofiq pul bersak bo'ldi. Shunda qilsam bo'g'idek. Sat turamu u yerga chiqsam. Sat bo'lmaydi, apa, chaqirib chiqa. Unda qo'z chiqib baqayjimi? Ha. Qandaqroq, yaxshi turdingizmi qizim? Shu uy ishlari bilan bo'lib, ahvol so'rabmi kirammidim? 2 bola bilan qiynalib qoldingiz. Bola boqmoqmi tez? Uy bisotingizdanmi ayrildingiz? Yaqinda Qodirning yil nazirini berman deb üzülib qoldingiz qizim. Hey, tul ayol uchun uyning mo'risidan tutun chiqarmoq bekmi mushkul ish. Qizim, bu kunlarmi o'tib keta. Qodirning qarindoshlari kuyimi yo'q chiqib qoldi. Ular aksi hayot vaqtida tuqqankandiq. Mushu Qodir o'lib edi. Ular sizga nurg'unlagan zulmlarni soldi. Yaratgan egan jojisini bera udday yuzlarning. Qizim, men bir ish bilan kirgan edim. Nemishdi sadatxonada. Qur'oni oqatayda pokchilisam qarang. Chomim yetidigandek emas. Shuni sizni kirib oqatish berandikin degan edim. Qizim, bo'ladi. Atili kirib oqatib beray. Siz yoshda cho'ng bo'lib qolganda ig'ir keladi. Sizlar menga ko'p yordam qildinglar. Men atili chiqay. Xotirjam bo'ling. Ma'qulamsa, birdan o'tasangiz bo'lmamdi. Oppa. Oppa. Oppa.
Nim bo'ldingiz qizim? Qor besib qaptimi? Dana, nim bo'ldingiz? Oppa, tushimda siz ucholaydi ekansiz. Oppoq ko'ylak kiyib, bir to'p parizodlar bilan ko'kda uchib ketayotgandaksiz. Akam ikkimiz opamni qaranglar deb qoqoqlab kulibdiq. Birdilla iroqlab ketganligingizni ko'rib, qaytib kelmasligingizni ansirab, oppa deb chaqirib ketibdi. Jenim balam, sizni qor besib qapti emasmi? Bo'ldi, qo'rqmang, ha? Oppangizdek yerda yurgan bechoraga nadimi ucholig'idek qanot bo'lsin, jenim balam. Yeting. Oppa! Nim bo'ldi balam? Ha? Nim bo'ldi? Kuniga nima oppa? At kunga chorshanba balam. Bizga polo itib bering, ha? Bo'ladi qo'zim. Atda. Polo aytib beray-a? Hozir uxlag'in. Yota. Oy. Sadatxonada tombek egizgan. Sho'ti bobolam, sho'ti qo'yayli. Ma'qulamsa, shunday qilayli. Mehrigul, avaylan jumuq qizim, yiqilib tushmang yana. Jenim qizim Mehrigul. Voy qanday qilaman de, voy qanday qilaman. Voy Toyir, Voy nima apa? tez mashin chaqir bolam. Mehriguldan shu o'tidan tushib ketdi, tez mashin chaqir. Aman. Voy qanday qilaman. Jenim bolam. Doktor, bir amal qilib qutqizib qolgan bo'lsangiz, qanchalik pul kesmaydi. Mana. Mehrigulni qutqizib Mana bu 5000 so'm. doktor. Mana. Amal vaqt qiz emas. Bu bizning majburiyatimiz. Pulni biz topshirmaysiz, moliyaga topshirsiz. O bicharnim. Bu Yurak harakati yaxshi emas. sestra, oksigen miqdorini tanishing. Mana hozir. Voy xudoyim. Nemishqim o'ylani oqatang degan bo'g'aydim. Voy xudoyim. Voy qanday qilaman. Bemorning tinig'i to'xtadi. Doktor, qutqizib qola oldinglarmi? Qandayroq doktor. Doktor. Voy jenim bolam. Voy jenim bolam. Sani bo'ldi. Oppa!
Ukam Mahmudcan, biz rahmetlik Mehirgülge köp qarizda. Şoňa onunğa bolgan köňlimizni bildiriş üçin bu iki balany biz beqawasak degan ümitde. Wäde bermenki ulany ýaxşy bakyman, okutyman. Ata-anasynyň ýoklugyny hergiz çandyrmaýman ukam. Qara Mahmudka. Apamның degini toğra. Bu iki balany biz beqip qalaydy. Qandaq degan gap bu? Bu balalarning egisi yo'q, lolmish deb qaga o'xshamamsizlar. Akam o'lgan bilan mana men baqima. Mana o'zim baqima. Oy, ustaxon egizi biz tursak, nälik gaplarni qildi bular? Jirga qadriya akamnoy ketimiz. Hoy, bu Mana o'tkir nimdigin bolam. olaslarni? Mana men sizlarni dadanglar. Men baqima. Hoy Mahmudcan, Mahmudka. bu qandaq gap? Bu Bo'ldi, balllarım. Tamaq yap bo'lib tekrar qilinglar. Sizchu, mau tamaqqa ichingizni solmay balni beqib turing. Hey, o'tkir. Baldırlık qaytib kelibsan-ku. Qo'ylarni obda o'tlatqansan. Ha, qo'ylarni qo'sqin to'yg'azdim. Ishonmasangiz qo'sqinni tutib ko'ring. Mana bo'ldi, so'livat. Ukam Qadiriye uyg'oning-a. Aka, keldingmi? Uxlab qopsiz-da. Kech tomoqni yedingizmi? Yedim. Qo'sqin bek ichib ketdi. Tomoqni nega qo'yganligini bilamsiz? Men oshxonaga chiqib boqay. Hech nima yo'qkan aka. Ota-onamiz hayot bo'lgan bo'lsa, xorlanmas edik-a. Ha, ko'zimni yumsamla, opam dadam oldimga paydo bo'ldi. Ularni bir minutmi yodimdan chiqarmadim. Dadam opam bo'lgan bo'lsa, bizni o'qitatdi. Osh qo'ymaydi. Hozir o'qiyman desak, yiliq kundikidek toyoq yeymiz shu. Men bu uydan bek to'ydim. Hamon bir kuni qechib ketaman. Bo'ldi, ukam, yotayli. Itonga. Qadiriye! Oy, Qadiriye! Aka ture. Kun tush bo'g'icha uxlagan. Qo'pa, mavi o'ylarni supur. Akangni uyg'otib et. Aka, tong etibdi. Qo'pa. Mono. Tez bo'layli. Ötkür. Ha, Hey Ötkür. Hacaptas tapdım seni. Neymiş qotsa bu yerda? qo'y beqiyaptimi? Hamma bola maktabda o'qiyotsa, sen nimishga o'qimading? Mahmud dadam bizni maktabga bog'liq qo'ymadi. Nimishqa? Maktabga boramiz desak,
toyoq to'qmoqning ostida qoldik emas. Asta. O'tkir, bu ish bo'lmabdi. Sen bir o'qituvchining bolasi turib, bu yerda qo'y beqib yursan qanday bo'ladi? Mana berib Mahmud dadangga de. Mahmud dadam bizga pul bermaydi. Nemish pul bermaydi? Ma'rif idorasidan sizlarga bergan nurg'un nafiq puli bor. Sen berib Mahmud dadangga et. Ashu pullarni bersin. Maktabga bugunli bag'in. Bo'lamdi. Mana qo'ylanib ketaylik. Yura. Nansum ketdi. Kichik dada, men o'qiyman. Singlimni uy ishiga solmay maktabga olib bering. Bizga uvol bo'ldi. Nima deydi mana? Nima? O'qiyman demsa? Men ertadan boshlab maktabga boraman. Men kitob daftar setilishga pul bering. Pul? Sen tek pulni gapini qilatamsa? Yog'ash quloqni qara. Ma uyda qo'zg'on to'ygan qo'sh bo'ljimo sen. Ya'ni tek maktabga boraman demsa? Qani, qaysi pul borsa? Meni bilmaydi odamsiz. Dadamning idorasidan Qadriya ikkimizga har oyda turmush puli beryotdi-ku. Qilayotgan gapini. Mana Voyjon! Meni uni taqalash kerak bo'ldingmi? O'qimamsa? Sen o'qi. O'qimamsa? Mana o'qi. Bag'rasini qarab, sen o'qiman men bekor. Mana o'qi. Haqning bolasi degan hamon yuz o'riydi-da. Ko'zingni yab, ko'zingni chaqay degan shu-da. Ona! O'qi. Ana o'qi. Partiyaning islohot kechuvchi siyosatining turtishda bozor egiligiga dodil qadam tashlab, o'z halol amgiki, aql farosati bilan beg'od Yaxshi yaptı. partiyaning ma'rif siyosatini qo'llash, o'qishsiz qolgan yetimlarni maktab qo'yniga qaytarib kelish hissidan o'z mablag'i bilan qurgan yetimlar maktabi hozir rasmiy qurildi. Yaxshi. Apa! Bu yoqqa kela. Apa! Nima xabar ekan? Televizor qara. Qara. Shahrimizda yetimlar maktabi qurilibdi. Nima degan yaxshi gap bu? Qadriya bilan O'tkirni opirib beramdiq ya. Mehrgulning shu ikki bolasini mushu maktabga olib bersak bo'ladi ekan-ku. Bu maktab nimondoq yaxshi qurilgan bolam Toyir. Mahmudda 100 bolani beramo. Hey, chatoq qilamo. Qandoq bo'la? Ba'zi bo'ladi u 100. Hey, qandoq bo'la? Sen buningda xotirjam bo'l, apa. Men yaqindan bo'yan uni o'qitmay, qo'y boqib qolgan o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men bu ishlarning hammasini cho'qib yaxshi bir taraf qilaman. Jinim bolam. Mushu ikki bolani o'sha maktabga olib beraylik. Shu maktabda o'qisin. Nima degan yaxshi maktab bu? Shunday apa. Men hozirda baray. Shunday qila jinim bolam. Hozirda baray. Ma'qul. Qadriya, eshikni ocha. Sadirxon mo'ma. Oy, yaxshi turdingizmi bola? Yaxshi. Qani, uy kirala. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadriya, ovoningiz yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yuqori o'tinglar, yuqori. Qani o'tiringlar. Amin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Olingiz yaxshimi? Bolam Mahmud. Bu yoq ma'rif idorasidagi Odla apandi bo'ladi. Bu yoq O'tkirning o'qituvchisi Xolida. Bularning sen bilan paranglashadigan ishi bor o'xshaydi. Shundaqmi? Yaxshi bo'pti. Qodirning bolalari sizning igdorchiligingizdami? Shundaq. Yaqinda Noilik ma'rif idorasiga bolalarni sababsiz maktabga avatmaslik, uy ishiga selishdak bir qator qilmishlar ustida arz qilib keldi.
Mecburiyet ma'rif qonunida belgilanishicha, Qur'oniga yetmagan bolalarni o'qishdan sababsiz qoldirsa, uy ishlariga selib xorlasa, buning qonuniy javobgarligi surishtirildi. Shunga biz hozir bolalarni birga olib ketamiz. İşenmisingiz, somkamda arziyat xatlari bor. Ko'rib baqamsiz. Bo'ldi, ishondim. Biroq O'tkirjon 3 kun bo'ldi. Yomonlab chiqib ketgancha kamidi. Nim dedingiz? Uydan chiqib ketdi deb atamsiz. Siz O'tkirning homiysi turib, uni uydan chiqarib atganingiz nemisi? O'tkir mening sinfimdagi darsda eng yaxshi o'quvchi. Biz bolani olib ketamiz. Biz hozir Qadiriyani olib ketamiz. Fikringiz bo'lsa, ma'rif idorasiga berdim. Qadriya, yuring qizim. Akamni ular urg'onlik uchun qochib ketdi. Qizim, xotirjam bo'ling. Akangizni topamiz. Siz biz bilan meng. Yuring. Akangizni ansirmang, ha? Yuring. O'tkir. Xolida muallim, men o'qiyman. Yig'lama bola. O'tkir, bizning uyga boraylik. Qadriya xat yozib ekan. Shira. Qadrlik aka, yaxshimisan? Men seni bekni sevgandim. Necha kun bo'ldi, zotli tushimdan chiqmadim. Nalarda xorinib yurdigansan. Men baxt beshigi bo'lgan bu maktabga bizga o'xshash yetim bolalarning o'zlarining rahimsiz, ichinishli taqdiriga xotim berganligini mehribon ota-onalari hayot chig'ida baxt etgan, baxt qo'yniga qaytib kelganligini his qildim. Bizga o'xshash ikkala qantidan ayrilgan qanotsiz qush bolalarini bu yerda erkin parvoz qilib yetibdi. Aka, men ma'rif idorasidagi tog'alarning va Sadatxon momamning yordami bilan bu maktabga nihoyatda o'ngishli o'rlashdim. Ular texsinimi mushu maktabga akilib beramiz deb maslahat qilishdi. Men seni bu baxt beshigiga tezroq kelishingni to'rt ko'zim bilan kutmoqdaman, aka. Biz har kuni hojim dadamga salom deb hurmat bildirganimizda qalbimizdagi dengizdek to'lqinlab turgan chunqur muhabbatni bosamay qolamiz. Hojim dadam gerçi birla odam bo'lsa-mu, vujudidagi otalik mehr muhabbatini bizdek ota-ona mehriga tashna sabiyalarga tang yetkazib beryotdi. Hojim dadam ulug' inson, oliy fazilat egasi. U biz yetimlarni g'amguzari. Aka, xatni topshirib elib bu maktabga tezroq kelgin. Sen cho'qim hojim dadamning o'g'li bo'la olaysan. Xayri xo'sh, singling Qadriya. Bu faxrlik o'g'lan o'z halol mehnati bilan yiqqan sarmoyasini jamiyatimizda ma'lum sabablar bilan yetimchilik o'choqlarida puchulinib, yumron jismiga, g'uborsiz qalbga, ochliq, mehrsizlik, muhtojlik va o'qishsiz qilish dahshatlarini yuklab olgan maysalarga qo'yashdek illiq nur baxsh etishga sarf qildi. Ota mehrining eng sarxil javharlari mujassamlangan bu nur yumron maysalar jismini har bir so'yib o'tganda sarg'aygan, yaklangan, dili sunuq maysalar qaddini ruslab, nur o'g'liga olamcha tashakkur etdi. Filmimiz personaji O'tkir bilan Qadriya bu maktabga o'rilishib, tamoq, yotoq va o'qishsiz qilish g'emidan xoli bo'lib, ilgirki muhtojlik kunlarini asta-asta unutishga boshladi. Lekin ularning yumron qalbiga qora soya tashlab o'tgan Mahmud bilan Gulpiyaning simosi ba'zida ularni ochiq aslimilarga mubtalo qiladi.
Mau xanzuchi xat nima degan xat? Bu panzi degan xat. Uyg'urcha taqsa deyiladi. Hay ukam, sen bu maktabga qanday kelib qolganding? Hey, mening dadam mashina voqeasida o'lib ketgan. Opam boshqalarning qo'rasini o'qotaman deb shotidan yiqilib tushgan. Kichik dadam bizni uyga opirib elib xorladi. Osh qo'ydi, maktabga avatmadi. Ma'rif idorasidagilar yordam qilib, singlimni meni bu yerga akilib qo'ydi. Sizchi aka, balkim sizning turmushingiz noyitimi ko'ngillik o'tgan bo'g'iydi. So'zlab biring aka. Siz bu yerga qanday kelib qolgandingiz aka? Men mafka. Men sizdimi kichik vaqtimda opam bilan dadam ajrashib ketdi. Keyin dadam tugab ketgan. Momamning qo'li qoldi. Momam meni mushiyaga akib berdi. Ukam, lekin hargiz mayuslanma. Ota-onamiz yo'q deb mayuslanma. Bizning ota-onamiz Hojim dadam bilan Hojim ana. Qo'y, qo'ng'iroq chaldi. Yura, kechikib qolmayli endi. Xudoyim bersa payg'ambar g'inqimabdi deb ma biz kelgan omadni ko'rdingmi? Akamning ayoldan tatib olgan qora joyni ma'lid birsimi pulga so'ramagandi. Qaysi bir nahiyadan birsi kelib 60 ming yuan qilyapmamdi. Qanday bo'pti? Nima? 60 ming yuan demsiz? Agar rostli shu pulga setib olsak, qaddimizni alomat ruslab oldik ekanmiz-da. Aldirab qo'shib ketma. Bu pulga chang soladiganlar chiqadigan qiladi. Kimga u? Gulpiya. Anglasam Gulpiya, qora sotgan pulning yerimi mening deb tilin chaynab yurgidek. Tayyoq ayya bo'lamdi ekan. Siz Mehrigul ovoqni qo'radan qo'g'lab chiqarg'ucha nima japolan tatmadingiz? Xalqi olam sizni nimalarni deb ayblamadi? Hozir bu mahallada yuzimizni qo'yg'idek yer qolmadi. Endi pishiq oshqa qo'shiq solmoqchimikan? Voy. Bo'ldi. Nima tukurging chachirtsa? Menma aldirab beradigan undaq Mahmud emas. Ammo 10 ming so'm pulni mushuk bolasini yegandek yavaldi-ku. Shu hisobni qilishimiz texe. Ems tomoqning tayyorligini qilay. Balla qani? Ha, keldingizmi? Balalar san'at kursidan tex kelmadi-ku. Hey, anglasam, O'tkir bilan Qadiriya shahardagi ma'rifatparvar Hojim ochgan yetimlar maktabida o'qib, o'z baxtini tepibdi. Ha, akam u yetimliklardan qutulibdi-da. Hey, o ikki narsidini akang yuk bo'g'dek nima ig'irchiligi bor? O'z qerinishning ballarigi u, ha? Oy, to'lchirini chiqamang-a. Shu ikki balaning kiyimi qo'sig'i olsammi? Yetimliklarning 9'ini tal qilib bersa, mahaldagi suxanchilar gap tepib, balalarni xorladi, o'qitmadi dedi. Hozircha o'qiganlarni ko'ryapmiz. Ularni jurvatmamdi ana. Sen besham og'zingdan oqishib kirib, ko'ki chiqqili turdigandi. Voy, besham davatamsan. Besham emas ayoldan-chi, birni ivag'in. Oy, qo'yma serikdim sendan. Ninchilimi chiqirdi? Aldirma, mushundaq beshamni qilsam bir kun xitingni olsa. O'tapag'na sarang. Nimdaydi bu? Ajab. Qeyrindoshmashda qo'limda. Bir qop tamaki bering, ha. Oy. Alif ukam. Oldingizda ajab O'zingiz bo'ldi. yolg'iz bayzi qilib aytibsiz-da. Ha, shundoq ukam. Qani o'tiring. Bo'ldi. Qani birdan o'tiring. O'tiring ukam. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, men chiqay. To'xtab turing ukam. Birdan Bo'ldi. planlasak. Qani o'tiring. Bu yer toza muvofiq emas ekan. Boshqa bir kun men sizni izlay. Sizga deydigan gapim botdi. Bo'ldi, men chiqay. Birdan o'tiring. Ukam, siz bizga kuyog'il bo'lgan bilan
Sizni men o'z qarindishimni ortiq ko'raman emasmi? Birdam o'tiring uka, sizga qalbim to'kay. Bek keling. Amsa bu haraqni neri qilib o'tib, ondan paranglashaylik. Bo'ldi ukam. Buni elitay. Ukam. Men bir datmanjimam. Akam o'lib, keynidan yengamni qazo qildi. Mushu datlar yuragimni tugman teshidek azdi. Bu ishlardan xabarim bor. Ularning ikki bolasini yot ko'may uyimga akib oldim. Yaxshi kiyindirib, yaxshi yegizib baqdim. Oxiri sharoit yaxshi. Yetimlar maktabiga olib berdim. Aytinga, akam bilan yengamning ruhi mendan xush bo'lganda, ha? Shundoq. Kelingizni qilsiz qofkam. Zangli qilatam sizga. Yoqa. Bu hammaga ma'lum haqiqat-ku. Sizni nemishga zangli qilg'idayman. Paravka. Unmagan chiqdan to'ralmagan to'shqon chiqdi deb Gulpiya miros davos qilg'idaqqa. Bu ishdan xabaringiz bormi yo? Yo'q, bu ish to'g'risida Gulpiya menga hech nima demadi-ku. Amsi o yangamda ilib olgan 10 ming so'm pulni bilmaydigan-sizda. Bu zodi qandoq gap? Men hech nimani tushunmadim-ku. Ukam. Gulpiya rahmatli yangamning oldida mening ko'kimni setib 10 ming so'mni elib olib bugungacha hech qanday tivishni chiqarmay turib oldi. Men bu pulni surishtirmadim. Endi o akam Qur'on satsa, pulning yerimi mening degidek. Siz buni bilamsiz? Ha? Yo'q, men uning yetimlarning haqqini yeyishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Sizmi Qur'onni oldirib satmang aka. Ukam, men o Qur'on satsam pulni nega gapirman? Yanili shu ikki bola qashlayman-ku. Ular cho'ng bo'ladi, uy o'choqliq bo'ladi. Shuning hammasiga pul kerak-da. Bu pul menda tursa, xuddi bankka turgandek turdi. Siz Gulpiyaga tarbiya qiling. O niyatini yansin. Bo'ladi aka, men tarbiya qilay. Sizningmi so'zingiz bilan harakatingiz birdek bo'lsin, bo'lamdi? Bo'ladi. Bo'ladi amsa, men chiqay. Ukam. Bo'ladi. Qani Bo'ldi og'ash yenge, o'tiring. bo'ldi, choy ichmayman. Bo'ldi, quyma. Oram bir kelganda Bo'ldi. quruq bo'lib qoldi. U Qur'onni texi biroz kelib olaman deb baxmadi. U Qur'onni sotganda g'ezni g'az, o'likini o'dak qilamiz. Yenge, qiziq gap qildi ekansiz. Meni hech nimani bilmaydi vatamsiz. Men-chu hammadan xabarda. Butun bir Qur'onning pulini yutib olsanglar bo'lmas. Meningcha haqqim bor. Bu gaplarni akangiz kelganda deb bering. U nima desiz shu? Amisa akamning kelishini saqlay. U haraqibek berilib ketdi. Doim yerim kechidan oshqanda uyga qaytadi. Agar saqlayman desangiz, birdam saqlab o'ltirib keting. Kelmay qolsa boshqa kuni kelasiz. Men tomoq etay. Bo'ldi yenge, ovoraman. Men hozirlik ketaman. Bo'ldi aytma. O'tiribsiz-da. Nagvadan, Akamning uyiga. nimaga? Bir ish bilan. Miros talishibdigina. Miros olasam nim bo'pti. Men bu oilani boyasha turmushga iyi qilay deyman qo'shu. Tüy sening ashu boyashab turmushingga. Mendan yoshirin olgan 10 ming so'm pul qani? Bankada. Ashu pulni o'tkir bilan Qadriyaga olibdi. Yetimlarning haqqini ma uyga yo'l atqochi bo'lma, uqtilma. Voy, nimani? Mening jinim chiqdiki bu uydan pul chiqmaydi. Men nima qo'yda, sen nima qo'yda? Nim jinni chiqirdi. Voy xudoyim, ma odamni ko'p kun bizni g'irqilib chiqmasib ketganini qara. Odamning yuzini to'kib, mushundaqmi ishgan bormi? Bayıldım. Ha, nim bo'ldi? Ben bayıldım. Mushundaqmi ishamdi? Ben bayıldım. Uy kiring. Bayıldım. Bayıldım. Bayıldım.
Çöp jo'ntirib qilyapti ishini qilmamdigan. Bayıldı. Kudret, Kur'an kıp kızıl 60 bulsun mu sattı yine? 60 bulsun. Ha? Nimda adamni xo'sh qilasiz? Pul qini. Pul degan bankida to'xtanma. Gulpiya kelmagandu. Gulpiya kelgan bo'lsa. Keldi. Eridan tayoq yegan chig'i yuz ko'zi ko'pga ko'kir ketibdi. Bu sokamda yitivasımı unutayım emeğime. Eri vurup öldürüyorsun bu. Benim ne mi karım? Oy, mana. Ha, mana. Assalamualaikum. Ayvalın adaş. Ha, Tursun adaş, seni qandaşam alıp çürüp geldi. Ben konu Kalinaz ağıyla unutup kalmayman cuma. İzlep durum ha. Qani, uy kirayli. Ha, kira. Mahmud adaş. Bayatın özem toğrusida jıqlı geplerini qıp ketdim. Doğru. Xudayım berse işiktim mi? Tönlüktim mi? Ha, tamam çeke. Boldu özemdi ba. Ha. Xudayım berse işiktim mi? Tönlüktim mi? Doğru. Verin diken. Çeke. Yakında chet elini bir aylanıpla baylığımni bir has köpeytip aldım. Bak, milyonlar bop ketip sende. Muşunda Xudayım bergen çağda pul tipi olay dep. Barlıq desmiga mal ilep Almatoga chiqirib etkendim. Pul kelgicha foydasi yaxshi, azaroq mal uchrab qoldi. Pul kelganga yana bir hafta vaqt badi. Pul jiddiy lozim bo'lib qilib, oldinga kelishim adash. Anglasam qora joy sotgan puling bor ekan. Shu pulni bir ishiltib to'sam, qandaq? Bankida to'simi turdi-ku shu puling. Ha? Bu pulni sana bersem qandaq bo'la? Bu pul to'g'risida jidal ko'p adash. Bir haftalik muhlat bilan olaman. Almatodan pul kelgan hamon yuqori o'sim bilan qaytiraman. Nima? O'simi qandaq bo'ldi? 60 ming so'm pulingning bir haftalik uchun 2 ming so'm o'sim beraman. 2 ming so'm o'simi? Meni oldima otqansa? Yo'q, adash. Pulni pul topidi degan gap bor. Sening 60 ming so'm pulingga mal olsam, menga 10 ming so'm foyda qiladi. 8 ming menga qoladi. Ikkimiz o'rtaq foyda olamiz. O'yinib baqsam bo'g'dek. Xotiningdan so'rab chiqamsan ya. Maydimizda tukimiz bor, o'g'il bolalar bas. Bundan xotin foto ketmaydi. Aka, to'xtam tuzayli. Aka. Shamol chiqilib turibdi-ku. Hamma yana to'pi qilib. O'rindiqni miya qo'ya. Ha, mana. Pulni olib bermadingmi? Voy, nima ne? Pulni deydi ekansiz. Olib bermasam nima qilib aytdingiz? Unda g'izcha qara, ikkimiz ajrashib ketaylik. Voy, Ali, meni ajrashdan qo'rqdi demsiz? Ajrasak, ajrashdik. Amsi sotqa tushmaylik. Xalq ishlar idorasiga berib, murassa orqali ajrashib ketaylik. Undaq bo'lsa uy besat qo'rajay bollarni qanday bo'lishimiz? Ikki bola menga qoladi. Undan boshqa uy besat hamma narsa seniki. To'ymas nafsing to'ysin sening. Ikki bolani mi olaman? Uy besatni mi olaman? Hammasi meningki. Chiqsam, sen chiq. O'sha safaring bilan bola tarbiyalayman otamsa, men senga deb qo'yay. Bolalarni nobud qilib bitsa.
sen qanchalik nima etding? Qani ko'raman. ish qilib sendan yaxshi. Hozirdan boshlab men mao uyga qadam bosmayman. Biz sotib ko'rishaylik. Saram. Zımıstan körmegen bulbul Baharın kadrini bilmez Baharın kadrini bilmez Cafanı çekmegen aşık Vafanın kadrini bilmez Vafanın kadrini bilmez canım Şuna sayridi kuşal bulbul canım Pulning vaqti to'shib 15 kun ochdim. Buning qarisim ko'rinmaydi. Mahmud! Hey Mahmud! İş çataq bo'ldi. Pul qarz bergan tursin cho'ng qo'ymichkan. Mana xato anglab qolgansiz. Xato anglab qolmadim. Sizga o'xshash bir nechta tursinni uyiga berib yetyapti. Nima yo'q gapni qilsa, ey. Siz bu yerda g'immingiz yo'q dutarchilib naqsh etib yursiz. Xato anglab olgansiz. Tursin o'zi nima hozir? Ishkirga ketibdi. Astagfirullah. Nima deydigandim avo? Men boy bo'ldim. Mengan etim toy bo'ldi. Menga yo'lim say bo'ldi. Suyga yarim nay bo'ldi. Keldi bu. Tursun degan munofiq. Meni qaqsarab qilib o'tdi bu, Men sana nima qilgan? Ah Xudoyim, bana neymiş xotirjamlik bermaysan? Mahmud shu yiqilganicha qayta o'rnidan turolmadi. Chunki u puldan ayrilib oldi bilan ruhiy jihatdan yemirildi. Ondan jismiy ruhiyatidagi axloq, vijdon va mehr muhabbatsiz qolgan quruq bo'shliqni ko'tarolmay halok bo'ldi. Yetim haqqi, Xudo haqqi deb Gulpiyamo shu pulning mehriga bog'lanib, oila inoqligi, farzand baxtini puchak pulchilik ko'rmagachga, oxiri yetimlar haqqi uni vayronchilik ozgiliq ishtirdi. Turmush bir parcha aynik. Biz uningga qaysi yo'sinda qarasak, u mo faqat shu yo'sinda javob qaytardi xolos.
çiçek